Ishonavering, qo'lingiz qaltiramasdan normalni o'ynay olasiz. To'ralasharigingiz nogiron bo'lgan taqdirda ham bitta o'zingiz ancha-muncha narsani hal qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana hozir o'zim ham xuddi shunaqangi vaziyatdaman. Ya'ni ikkita jijime sherigimni ham bitta odamni o'zi janini achitib qo'ydi. Aksiga olib, qo'limda ham normalniy оружие yo'q. Bittagina pistoletim bor xolos, lekin shunda ham duxni bermaymiz. Mana o'sha ikkita somsamiz ham tayyor. Endi ham xato qilishga haqqimiz yo'q. Ko'rib turganinglarda sheriklarimni miyasiga yangilik oldim, lekin hali kilashlarim tugagani yo'q. Oradan 5 minut o'tar o'tmas yana 3 ta shayton belga qarshi qolib ketdim. Endi ularga tepadan hujum qilyapman. Mana go'shimiz tayyor. Endi shunchaki sheriklari kelishini poylab turamiz. Mana sizlarga o'tma o'tadil kilash. O'rgan olmanglar yana.